Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti yuridik fakulteti 2-bosqich talabasi Ne'mat va Sevinchning G'afur Abdumajidovich xotirasiga bag'ishlangan videoroligi. O'zbekistonda professional yurisprudensiya, huquq ilmi nazariyasi amaliyoti shakllanib va takomil topishda munosib hissasini qo'shgan O'zbekiston Respublikasi fan arbobi, yuridik fanlar doktori, professor G'afur Abdumajidov yuridik fanlarning jinoyat huquqi, jinoyat ijroiya huquqi, jinoyat protsessual huquq va kriminalistika kabi muhim sohalar bo'yicha yirik olim va mutaxassis hisoblanadi. G'afur Abdumajidov 1928-yil 28-iyunda Samarqandda tavallud topgan. Tuman sudida kotib, sud ijrochisi bo'lgan. Toshkent yuridik institutini tamomlab, rayon prokuraturasida prokuror yordamchisi, tergovchi bo'lib xizmat qilgan. O'zbekiston Respublikasi prokurori huzurida eng muhim ishlar bo'yicha tergovchi bo'lib xizmat qilgan. G'afur Abdumajidov yuridik ta'limga oid 600 dan ziyod ilmiy asarlar muallifi hisoblanadi. G'afur Abdumajidov asosiy qonunni tayyorlash bo'yicha Konstitutsiyaviy komissiyaning a'zosi, mustaqil O'zbekiston Konstitutsiyasi loyihasining tayyorlashda faol qatnashgan. Abdumajidovning xizmatlari yuqori baholanib, 1971-yil Hurmat belgisi ordeni, 7 nafar medallar bilan mukofotlangan. Yuridik fan sohasida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashda erishgan yutuqlari uchun O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arbobi faxriy unvoniga ham sazovor bo'lgan.